Buni shunday qilsangiz, o'rtasida xon to'xtatib binob bo'ladi. 1, 2, 3 qani? Ana bo'lmasa. Fox Mox buna bo'ldi akalar. 2026-yilda sezon juda ham tez o'tib ketib qoldi. Ya'ni stol xaridi sustlashib ketdi. Shu jihatdan akalarimiz katta aksiya chegirmaga qo'yib yuboribdi. Bu joyimizda bir 20 xildan ziyod stollar bor akalar. Narx-navolariga bitta mazza qilib yuborasizlar. Biz bo'lmasam boshladik. Hormang ustaga. Assalomu alaykum aka. Charchamayapsizlarmi? Ha, rahmat. Aka aksiyani zo'r qilib o'zingizni yoritib beraverasiz aka. Aka, bularning prokat stollarimiz 100 ming so'mdan boshlanadi. Lolagacha bitta. Bunisi 140 ming so'm, 150 ming so'm. Bu yoqdan bu yog'iga 200 ming so'mga ketaveradi tanlab olishga. Mashalloh. Ana akalar. Mana stolarimiz. Bularimiz ozgina material qimmatroq. 1 million 800 ming so'm komplekt. To'yxonalarga kelishib qilib beraveramiz. Aka, videoni boshida xonadonlar uchun mana shu kreslo fason 6 taligimiz necha pul? Bularni 800 ming so'mdan qilib beramiz aka. 800 ming so'm, dastavkasi-chi? Dastavkasi vodiy bo'yicha 10 komplektdan oshiq bo'lsa. Qo'ni qo'shnilar kelishib xarid qilsa bo'ladi. Bo'ladi. 6 talik ekan. 4 kishilik aka, mana kreslo fason bular. 4 kishiligimiz 500 ming so'mdan aka. 600 ming so'm. 600 ming so'm. Juda ko'p. 550 ga berasiz aka, o'zlariga olib ketsa mashina. Bo'laveradi aka. Mana, akalar. Bunimiz necha pul? Bu lolani ajoyib ekan. Hammasi ketaveradi 800 ming so'mdan olib ishlar. Ana akalar. Bitta odam xotirjam sotib olsa bo'ladi. Misol uchun har kunlik daromadidan 200 ming so'mdan bitta burchakka tashab tursa, bir 4 kunda yig'ib olar ekan. 4 kunda bitta stolli bo'lib qolishingiz mumkin akalar. Kadr uzoqlatib ko'rsataman sizlarga mana. Xohlasangiz buni xarid qiling, xohlasangiz buni xarid qiling. Bu oddiy o'zimizga o'xshagan jaydari xalq uchun, aholi uchun. Ana endi puli ko'proq. Menga sal yanada jozibalisi kerak deganlar uchun aka mana hashamatlari. Bularimiz 1 million 300 ming so'mdan 6 taliklari, 8 talik 1 million 900 ming so'm. Donaga 170 mingdan beraveramiz ekan. Mashalloh. Bularimiz ham xonadonlar uchunmi aka? Ha, bular to'yxonaga. Hozir eng trenddagi stollardan medalyon stolimiz. Bular donasi 190 mingdan 230 minggacha. Zakaz qilib berilaveradi aka. Bu yoqqa nomlarini yozib. Hozir shunga e'tibor bermoqchi edim aka. O'n nari tomonda bir boshqa nomni ko'rdim. Bu Bahor restoran debsiz. Bu har bitta o'sha choyxona, restoranlarga o'zining logosini qo'yib beraveradi. Zakasiga qarab qilib berilaveradi. Mashalloh. Akalar mana. Bu bahorni boshqachasi ekan mana. Narigisi boshqacha. Stenasiga qarab, yubkasiga qarab, narxi o'zgaradi 190 mingdan 230 minggacha. Juda zo'r. Bularimiz-chi aka, bu yog'och. Bularimiz ozgina baquvvatroq stollar 250 ming so'mdan. Bu yog'ochdanmi aka bu? Yo'q, temir, hammasi temir. Temirni ham ishlab tashlasizlar lekin aka, san'at asari. Mana unga e'tibor bermaysizlar, akalar. Ko'rsatga yittiq ekan, eski ekan deganlarga bu joyda hozir uborka qilinayotganda mana metalga ilinib qoldi. Shuning uchun qo'yib qo'ydik. Bu restavratsiya ham qilinmaydi. Bu tepashni olib tashlab turib yangi qo'yiladi. Hali bir marta ham odam o'tirmagan bunga. Hali eski ekan, yirtilib ketgan ekan degan negativlar uchun aytmoqchiman. Aka, bularimiz-chi nisbatan kattaroq ekan? Bular ketaveradi hammasi. 250 ming so'mdan. 250? Akalar, xohlasalang donaga oylar, xohlasalang optimga oylar. Tirikchilik qilaman, olib sotaman deganlarga kelishtirasiz aka? Kelishtiramiz aka. Zo'r. Mana, necha xil svet bor bu yerda aka? Bu yoqda ham svetlarimiz ko'p. Paxtagulli stolimiz bular. 170 mingdan 220 minggacha. Bu ham to'yxona bob stollar. Oyoqlar yig'ilar ekan, ya'ni bitta mashinaga bosib, xotirjam mana solib ketsa bo'ladigan variantidan. Bular donaga 200 ming so'mdan to'yxona bob, buni ham qilib beraveramiz, kalsoli xohlagandan. Mashina shu turishi optimiga qancha 6 kishiligi 1 million 700 ming so'mga yozib qo'yibsiz mana menga. 1 million 700 ming so'mga xotirjam bitta xonadonga xarid qilsa bo'ladi. Bu Turkiya fasonimiz aka. Turkiya fasonimiz 2 million 600 ming so'm oltitalik. Buni tepasida laminat bo'ladi. Laminat bo'ladi, o'shalik o'tga yonmas, suvga cho'kmasdan zo'ridan. Mana bu jozibani bitta ko'ringlar. Buni shunday qilsangiz, o'rtasida xon to'xtatib binob bo'ladi. 1, 2, 3 qani? Ana bo'lmasa. Fox Mox buna bo'ldi akalar. Xo'p, Isabella, ya'ni o'sha trendga chiqdi. 2025-26-yilda ham urib yotib sotildi. Yanada akalarimiz qulay yechim qilib, baquvvat qilib qo'yishdi. Buni qaranglar. Oyoqlari qo'sh oyoqdan, zazurlari, to'qilishlari o'ta ham bir jozibalisidan 6 kishiligini narxi necha pul aka? 5,5 million so'm. 5,5 million bu Toshkentgacha dastavkachilarga narxmi? 8 taligimiz. 7,5 million so'm. 8 taligimiz 7,5 million. Bu ham Toshkentgacha dastavkachichida.
Xo'p, 8 talik deko standartimiz aka. 3 million 300 ming so'm bo'ladi. 3 million 300 bu ham Toshkentgacha dastavka bilanmi? Bor. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana nima endi nom aka? Bu Amarat stollarimiz aka. Mhm. Bular 5,5 million so'm. 6 kishilik. Mhm. Aka, shunga ham odam o'tiradimi? Bitta o'tirib ko'rsatib bering-chi, qana quchoqlar ekan odamni. Bismillah. Mashalloh. Ve ishdan charchab kelgan odamni g'uborini chiqarib Bo'laveradi yuboradi aka, aka. juda. Haqiqatdan zo'r narsa ekan. 5,5 million 6 kishilik a. Mhm. Xohlasin 5,5 millionga Amarant fason olsa, xohlasin Isabella olsin aka mana. Ikki xil variant sizlarga tanlov. Bu joyimizda xususiy maktablar uchun aka, Mhm. yo oddiy maktablarga ham, xususiy o'quv markazlariga ham Ketaveradi bo'ladigan hammasi. variantlar. Zo'r. Necha puldan qilib beramiz bularni? Bularni 500 ming so'm komplet aka. Mhm. Bu 200 ming so'm. 200 ming so'm, ya'ni Aha. o'zimizda oddiy maktab bolalar uyida dastagan. Pattasi bilan birla bu. Zo'r. Aka, endi qarang. Dastavkalarimiz qayerlargacha bor? Dastavkalarimiz aka vodiy bo'yicha bor. 10 Mhm. komplektdan oshiq bo'lsa Mhm. Toshkentga kelishamiz aka. Kelishlar. Ammo O'zbekiston 12 ta viloyatiga chiqarib beraverasiz. Chiqarib beraveramiz. Tirikchilik qilaman, olib sotaman degan akalarga yoki uyda o'zlari misol chevarchilik bilan qo'lida bunaqasi bor, stipleri bor, bunaqalarni o'zim sekin to'qib sotaveraman deganlar uchun akalarimizda karkazlari ham bor. Xohlasalaring xomashyosini olib turib, o'zlaring uyda to'qib sotsalaring bo'ladi, xohlasalaring tayyorini olib tirikchilik qilsa ham bo'ladi. Bitta Isuzuga kelib bosib ketaman deganlar uchun qulay yechim sharoitlari bor. Eng qizig'i aka, bitta Bizda yangilik. hozirgi kundagi issiqlik kunida salqin mana shunaqa navestaga qo'yib olib aka, tagiga bir paqir suv sepib oladi. Nechi pul aka bu? 1,5 million so'm qilib beramiz. 1,5 million so'm. Mabodo shunga bitta ixlos qilib, shu videodan ko'rib aka, bir 50 ming ehsoniga o'tib bering desa, nima deysiz? Bo'laveradi aka. Bo'laveradi aka. Gapingizga. Ana akalar sizlar nomlaringni o'zim so'rab qo'ydim. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Manzillar Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kaminterindan O'zbekiston 12 ta viloyatiga dastavka, uстановка xizmatlari bor. Pulini kelishib qolsalaring hisob bu yog'i, ya'ni aytilayotgan narxlarning ichida emas. Xohlagan dizayningizdagi stollarni topishingiz mumkin. Ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, videodan like tugmasini bosib ketasizlar. Biz qo'limizdan kelgani shu bo'ldi akalar. Hammaga rahmat, charchamanglar.